Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Biz navbatdagi sinfga jarayonlardamiz. Ko'rib turganingizdek, va anaqamizga, xonadonimizga ishkob qilib beramiz. Ishkobimizni mana chizmalari uzunligi 260, balandligi ham 260 bo'lgan, eshikli bo'lyapti. Bir tarafi ayolligi, bir tarafi erkakligi alohida beshlikka qilib berganmiz. O'rtasi polka, tenglar ikkita tortmasi bor. Ish jarayonlari ketyapti. Xudo xolasa, mana asosiy anaqasi turg'izib, mana o'rnatib qo'ydik. Mana bu yo'lda qolgan ish jarayonlari ketyapti. Bizlarni kuzatib boringlar. Yana ishimiz davomlarini qo'yib boramiz. Ishkoblarimizni turg'izib tayyorlab oldik. Xudo xolasa, eshiklarini o'rnatsak, ko'rib turganingizdek, bu yerda ikki qavatiga beshlikka qo'yib berdik. O'rtalari polka, bu tarafda bitta beshlikka, uzun kiyimlarga, tepalari antresol bo'ldi. Xudo xolasa, eshiklarni o'rnatib olsak, pastda ikkita tortmasi bor. Ish jarayonlari ketyapti. Bizlarni kuzatib boringlar. Mana navbatdagi mebelimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, ishkob yasab berdik. 260 ga 260, yoniga qo'shimcha 90 santimetrli chesterlari bilan. Xo'p, ranglari Astanadan bo'ldi, laminat MDFdan. Xonalari birinchi xonasi beshlikka qilib berganmiz. Xonalari polka, tenglari tortma qilib berdik. Bu tomoni ham beshlikka bo'lib, ikki qavatli beshlikka bo'lgan. Mebellarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, 260 ga 260 ishkob yasab berdik. Qo'shimchasi yoniga 90 talik chester ham yasab berdik. Ko'rib turganingizdek, ranglari Astanadan bo'ldi, laminat MDFdan bo'lgan, mushkalari qora. Xonalarimiz beshlikka bo'lgan. Birinchi xonamiz beshlikka, uzun qo'ynaklarga moslandi. Tepasida pashabnilari bor. Hop, ikkinchi xonasi, o'rta xonasi polkalar, quyida ikkita tortmasi ham bor. Keyingi xonasi mana ikkita beshlikka qo'yib berganmiz. Ikki qavatli qilib. Mexanizmlari yaxshi mexanizmlardan qo'yib berganmiz. Tepalari antresol bo'lgan. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar, telefon nomer qoldiramiz. Salomat bo'linglar.